Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun boshlang, kuninglar xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun ishg'olda qilayotgan ishlarimizdan biri BYD Xan avtomobili. BYD Xanni akustikasi sal prostora chiqqan varianti bor ekan. Bu yerda subwoofer yo'q bagajda. Xanimizning o'zi mana eski variant emas. Mana yangi modellardan parasonni yangicha chiqqan varianti. Xudo xolasa shunga apparaturani yig'ib beramiz chiroyli qilib. Subwooferini, to'g'rirog'i subwoofer o'zini qanaqasidan qo'y deb so'raganlariga biz kattarog'ini tavsiya qildik. Mana orqada ham duh komponentga bor, oldida ham bu yerda duh komponentga bor. Faqat sentralniy kolonkamiz bu yoqda yo'q ekan. Prostora chiqqan variant ekan. Keyin kelishlariga sentralniy kolonkani ham qo'yib berib qolishimiz mumkin. Hozir sentralniy kolonkani qiziqdilar, qanaqasi tushadi, qanaqa ulasa bo'ladi. Bularga prosta sentralniyni to'g'ri ulab qo'ysa, o'rtadan ham ovoz paydo bo'ladi. Tavsiya qildik. Hop, qo'yayotgan subwooferimiz Ediferi mana 1200 talik. Shu bagaj salonidan ajralgan bo'lgan hisobiga kattarog'ini qo'ymasa ichkariga bas kirmay qolishi mumkin. Shuning uchun mana shu kattasini tavsiya qildik. Mana shundan o'rnatamiz. 1200 talik, bir yoqda mana gaz inverter. Subwoofer o'zini qaranglar, turi, tuzilishi, dizayni, zavod standartda mana chiroyli turadi, akkuratniy bo'lib. И bir yoq tarafda mana usitchilar ham bor. Usitchilar ham sifrovoy, ortiqcha narsasi yo'q. Mana akkuratniy turadi. Bagajda ortiqcha joy egallamaydi. Mana bagajimizni ichi o'zi katta, orqaga surib qo'yamiz, hozir turishini ham ko'ramiz oxirida. Endi podключениyani ozgina ko'rsatib qo'yaman, ustilar ko'rayotgan bo'lsa ham bitta rahmat deb duo qilib qo'ysanglar bo'ldi, mabodo nimadir o'rgansanglar mendan. Bagajda mana mashtak poke bor, mana pokeni ochdik, tagida mana shunaqa narsa bor ekan, krishkasini ochsak, bu yerda pitaniya bor, primoy. Qaranglar, bu yerda primoy plusda kelgan. Naryoqda to'g'ri inverterdan kelyapti, akkumulyatordan. Endi buni ehtiyot qilish kerak, faqat zamekat qilib yorsak, narigi mashinalarda bir daxlanchil yo'q joyini zamekat qilib yorsak, akkumulyator nimadir bo'lardi, bo'ldi, normalniy bo'lardi. Bu yerda lekin inverterga zarar tushib qolishi mumkin. Shunga o'ta ehtiyotkorlik bilan ishlaymiz bu mashinalarda. Shu narsalarga e'tibor bersanglar bo'ldi. Qaranglar, plus pitaniyasi mana bu yerda o'zi kelyapti. Mana bu yerda qalin plus kelyapti. Bu sim orqali qatlandir kelyapti o'zi. Mana bitta primoy bo'lib kelyaptimi, xullas ulangan. Undan keyin mana bu yerda predaqlanchil turibdi mana 1 2 3 4 ta. Mana mashinalarni luboydan olsak bo'ladi, faqat olganimizdan keyin ketidan bitta predaqlanchil qo'yishimiz kerak. Bizachilni yaxshilab ehtiyotkorlik bilan mana bu simdan o'sha mana predaqlanchil qo'ydik. Predaqlanchilni ham o'ynab ketmaydigan qilib, simlarni yaxshilab qotirib, mana bu joyini yaxshi qotirmasa ichiga tiqib erib ketadi bu, bilasizlar. Endi bizning holatda erimaydi-yu, bizning qo'yayotgan subwooferimiz kuchli emas. Tok ishi kuchli emas. Shuning uchun bu hozir erimaydi, lekin aynan shu yerdan plus olib yana qanaqadir apparatura yig'aman desanglar, predaqlanchilni qotgan joyiga yaxshi e'tibor bermasanglar bu eriydi. Aslida o'zi ham ustilar ham biladi, o'zi ko'rib yurishadi, hamma narsa erib ketadi. Agar yaxshi qotmasa, yaxshi qotirilsa bu erimaydi, xudo xolasa. Mana shunaqa plusni mana shundan oldim, mana bu yoqni qotirdik. Minusimiz mana minus ekan bu. Hammasini tekshirdik, toklarini, voltlarini, hammasi o'sha standart o'zimizga kerakli tok. 60 amper, 14 volt ekan, adashmasam 13-14 volt. Bu yerda mana minus simimizni men o'zi qotgan ustida ozgina gaykada zapasi bor ekan. Yana bitta mamkani tiqib ustidan gayka qotirib qo'ydik, bo'ldi. Mana 10 gayka bilan qotdi. Minusimiz ham tayyor. Mana minus simimiz, plusimiz ham tayyor. Mana predaqlanchil orqali bo'ldi. Hozir ham shtrapsli ishni kesib tashlaymiz. Bu yerda remote control mana plus включение. Yana bitta ko'k sim kerak bo'ladi. Bu simimiz mikrofonimiz yonganida, mashina yonganda to'g'rirog'i bunga signal keladi-da, subwoofer yo'q beradi, постоянно signal yonib yotmasligi uchun. Shu simimiz bor. Undan tashqari mana bu yerda ikkitalik o'sha kolonkani simi bor. Qanaqa ulaganimizni hozir ko'rsataman, qaranglar. Bu simdan yana bitta tortiladi-da, hozir kolonkani simi o'ng chapga ulab yuboriladi. Bittasi hozir mana tortilgan. Orqa kolonkadan mana bu tarafdan sim olinyapti hozir. Mana shu simdan ulanadi-da, bassa mana shu yerdan oladi. Subwooferimizni. Daryodan olamiz, bu taraf o'ng taraf bo'lib boradi-da, yo chap taraf bo'lib boradi. Включениямizdan bo'lsa, mana burchagini ochdik, tigini ham ochdik. Mana bu yerda predaqlanchilning kolodkalar bor. Remote control qatdan oldik, mana shu tegamizmi pastda. Mana qaranglar. O'tini ochish ham shart emas ekan. Mana bu sim ekan. Mana bu shtekerimizda, mana bu yerda kichkina shteker bor ekan. Bu yoqqa tarafdan sanaydigan bo'lsak, mana 1 2 3 ta qizil sim bor ekan. O'sha 3-chi qizil sim bu yoq tarafida bitta sim bor ekan, birinchi bo'lib chiqqan. O'sha simga ulab yubordik mana. Simimizning rangi ko'rinyaptimi, men bilmayman. Mana shu sim xullas. Mana shunga ulandi, mana shu remote controlga chotki ishlayapti. Zajgani yoqqanimizda tok kelyapti.
Bu yerda mana ingichka simni ehtiyotkorlik bilan parokkani iziga tushib siqilib qolmaydigan qilib, mana o'zini liniyasidan o'tkazib borib, shu orqaga olib borib oldik. Endi mana bu yerda ulanadigan joyimizda plus bor. Rem out boriga ko'ksimimiz ulanadigan joy bor, minus bor. Shuni ulaymiz, mana bu yerga tiqiladigan shtekkerimiz bor. Shtekkerda kalonkani plus minuslari bor o'zi, shtekker simidan bilib olsak bo'ladi. O'shanga kalonkani simlarini ulaymiz. Bo'ldi, shu bilan chiroyli ishlayveradi. Kimdirga foydali bo'lsa, like bosib qo'llab qo'yaverasizlar kommentariyaga. Duo muhim, bizga duo qilib qo'yib xursand bo'lsanglar bo'ldi. Mana shunga o'rgatib ketaveramiz. Qo'ldan kelgancha endi biladigan odam bo'lsa, o'zimiz bilamiz, deyishinglar mumkin. Bilmaganlar uchun qanaqadir yordam bo'lishi mumkin degan maqsadda aytib ketaman. Mana krishkalarni yig'amiz, pokeni joyiga qo'yamiz, bo'ldi, podключениyalarni qilamiz. Hozir mana bilan ulaymiz. Podключение qilgandan keyin bitta eshitib ko'ramiz, mana tomosha qilasizlar. Podключениyalarni qilib oldik. Mana simlarni akkuratli bo'lib qora qilib qo'ydik, mana qaranglar. Mana bu ferozning turishi. Ob'yom paydo bo'ldi mashinada. Me'yorda chiqaryapti. Bassa, ana oshu me'yordan oshu yoqimsiz bas yo'q. Xudo xolasa. Mana mashinamiz tayyor. Bu subwoofer qo'yish haqida qisqacha video bo'ldi mana. Agar chiroyli apparatura yig'ish kerak bo'lsa, farqi yo'q. Mashinalar BYD Xanni, ana eng zo'r akustikasi bilan chiqqani bo'ladimi? O'sha eng zo'r bilan chiqqan akustikasi zo'rmasligini bitta yig'dirsanglar bilasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yig'ib beramiz. O'zingizlarning endi xohishingizga qarab kimdirga oddiy zavodskiy turgani ham zo'r tuyulaveradi. Sizlarni qoniqtirayotgan bo'lsa, normalniy. Agar qoniqtirmayotgan bo'lsa, murojaat qilsanglar, sizlarga yoqadigan darajaga inshaalloh ko'tarib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar hammanglar. Hammalarni tuning boksda kutib qolamiz.